hurmatli mehmonlar, qadrli o'qituvchilar, aziz o'quvchilar, ota-onalar, mana tashvish, quvonch va quvonchlarga to'la o'quv yilining yana bir yili ortda qoldi. Ruxsatingiz bilan 1998 o'quv yilining yakuniga bag'ishlangan tantanani ochiq deb e'lon qilaman. Hokimligidan maktabimizning sobiq o'quvchisi Shamsiddinov Zayniddin Omonulxonov. Ota-onalar komiteti a'zolaridan Zokirova Gulakal opa, Beknazarova Zaltanat opa, Usmonova Asal opalar. Davraga sizning olqish sadolaringiz ostida maktabimizning bitiruvchi qadriyatlarini taklif qilaman. O'quvchilar, hamkasblar, ota-onalar, bugun mamlakatimiz bo'ylab hamma maktablarda so'nggi qo'ng'iroq o'tmoqda. Bugun nafaqat bitiruvchilar bayrami, bugun butun xalq bayrami, ota-onalar bayrami. Mana shu munosabat bilan bugun maktab ma'muriyati nomidan, shaxsan o'zim nomimdan siz aziz bitiruvchi sinf o'quvchilariga sihat salomatlik tilayman. imtihonlarni a'lo baholarga topshirishlaringda tilakdoshman. Siz bitiruvchi
sinf o'quvchilari kelajakda inson bo'lib yetishlaringda, oliy o'quv yurtlariga kirib o'qishlaringda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Hurmatli o'quvchilar, mana bitiruvchi sinflardan tashqari maktabni a'lo baholarga bitirgan o'quvchilarimiz sinfdan sinfga ko'chishgan. Bu o'quvchilarimiz yozgi ta'tilni maroqli o'tkazib, ta'tildan so'ng maktab quchog'iga yangi kuch, g'ayrat, shijoat bilan yana qaytib kelishadi. Aziz o'quvchilar, hammalaring yaxshi dam olib, maktab quchog'iga eson-omon qaytib kelinglar. Hammalaringga oq yo'l, salomat bo'linglar. Bu dam hayotingda juda umid kun. Bolalik va sho'xlik ortadir butun. Aqlu zakovatga to'lganing uchun kamolat yorlig'in qo'lga ol shu on. Yetuksan singiljon, yetuksan o'g'lon. Mamnuniyat bilan so'z navbatini Olmaliq shahar xalq ta'limi bo'limidan Nurmat va Mahfurat Yo'ldoshinovga beraman. Marhamat. Qizlarning qanchasini kutib turgan ekan, farmoq istiqbol. Assalomu alaykum, ziyon maskaniga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana shu maktabning jamoasi va bu yil qalbirg'och bo'lib maktabni bitirib ketayotgan aziz bitiruvchilar. Men sizlarni Olmaliq shahar xalq ta'lim bo'limi nomidan shaxsan o'zim nomidan chin yurakdan tabriklayman. Imtihonlarni a'lo bahoga topshirishingizga tilakdoshman. Siz uchun oliygohning barcha eshiklari ochiq bo'lsin. Ana shu oliygohda o'qish barchangizga nasib qilsin. Mana bu jajji bolajonlarni esa yozgi ta'tilda yaxshi dam olishiga tilakdoshman. Yaxshi kunda insonlar doimo yig'inda birga bo'lishadi. Bundan keyin yig'ilishimizda ham mana shunday chiroyli turishingizga tilakdoshman. Salomat bo'ling. Go'yo nurga to'ldi ona zamin ham. Toleying nur yangli, qo'llasin har on. Baxtli bo'l singiljon, baxtli bo'l o'g'lon. Endi navbatni shahar hokimligidan Shamsiddin Zayniddin Amanullayevga beraman. Marhamat. Shu maktabni bitirganimizga 14 yil bo'libdi bugun. Mana bugun shu bitiruvchilar ham shu maktabda maktabni bitirib tamomlab Xudo nasib qilsa oliy daraja o'qib kirishlariga tilakdoshman. Ularga muvaffaqiyat hamda qolgan o'quvchilarga yozgi ta'tilni yaxshi o'tkazishlariga omad tilayman. Hamda shahar hokimligi nomidan, shaxsan o'z nomimdan ularga omadlar tilayman. Salomat bo'linglar. O'quvchim deb erkalab, qo'limizdan yetaklab bergansiz bizga ta'lim, rahmat sizga muallim. Endi so'z navbatini bugungi kechamizning asosiy qahramonlari bo'lgan bitiruvchilarga beraman. Marhamat. Shahar huzurimizga kirib keldi. Mana bugun men may oyining bag'rida og'riqni sezyapman. U mening og'riqlarim. U mening og'riqlarim. Men o'z maktabimdan, aziz maktabimdan, ikkinchi uyimdan ajralish onlari. Mana bugun mening qalbimda og'ir his tuyg'ular kechmoqda. Bu ajralishdir. Bugun aziz maktabimizdan, mehribon ustozlarimizdan ajralishdir. Bugun mana so'nggi qo'ng'iroq har may oyida bo'lib o'tadi. Mana bugun mening qalbimda o'tkir his, hayajon kechmoqda. Uning so'nggi qo'ng'iroq, uning ta'siri mening bolalik go'shalaridan chiqadigan uning ta'siri mening bolalik go'shalarimdan chiqish ibtidodini beradi. Bugun ulg'ayibman, hayron turibman. Ortimda qolibdi yoshlik bedavom. 18 yoshimni 18 bahorni alvido debman. Men nechun ulg'ayib qoldim onajon?
Mana bugun bizning aziz maktabimiz, mehribon ustozlarimiz katta hayot sari kuzatib qo'yar ekan, yuzlarida cheksiz tabassum. Biz ham mana shu o'qituvchilarimizda kelgusi ishlarda muvaffaqiyatlar va bizdek qaldirg'ochlarni uchirib yurishlariga tilakdoshmiz. Aziz ustozlar, aziz va mehribon ustozlar, mana bugun biz 11-sinf bitiruvchilari 11 yillik bilim cho'qqisini zabt etish arafasida turibmiz. Biz qolganimizni bag'rimizni berib o'tiradigan jonajon partamiz, jonajon maktabimiz bilan xayrlashish arafasida turibmiz. Bu yo'lda bizga qormay to'g'may bilim bergan o'qituvchilarimizga o'z ta'zimimizni bildiramiz. Aziz ustoz, qadrdon maktab. Hali tanimas edim. Qalam ushlolmasdi hali qo'llarim. Kapalak izidan chopib tinmasdim. Yulduzlarda sanar edim kunlarim. Sizni shunda uchratdim, birinchi o'qituvchim. Sizdan ilk bor harf o'rgandim, birinchi o'qituvchim. Aziz o'quvchilar, hurmatli mehmonlar, endi tabrik uchun so'z navbatini bu o'quv yilida endigina maktab ostonasiga qadam qo'ygan, mehribon ustozlar haroratini his qila boshlagan qadrli bitiruvchilarimizning jajji o'rinbosarlari, birinchi sinf o'quvchilariga beraman. Marhamat. Hatta quyosh ham so'zlar boshlar ekan salomdan. Biz ham boshlaymiz so'zni eng avvalo salomdan. Assalomu alaykum hurmatli mehri daryo, qalbi quyosh, aziz ustozlar hamda maktabimizni bitiruvchi aka-opalar, biz birinchi sinf o'quvchilari hammangizni so'nggi qo'ng'iroq munosabati bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr va saodat tilaymiz. Sizlar mustaqil hayotga qadam qo'yishingizga baxt saodat tilab qolamiz. O'qi yildim jaranglatib bir sado, bu sadodan saboq oldi butun olam yer fazo. Beshikdan to qabrgacha o'qimoqlik ekan fan, bu kalomga amal qilmoq haqiga ekan qalb. Ey o'g'il qiz o'qi, qalb chirog'i bu kalom. O'qishingdan nurga to'lsin bu olam. Yaxshi farzand ona yerning jon fidosi deydilar. Yaxshi farzand ona yerning ko'z siyosi deydilar. Jon fidosi, ko'z siyosi bo'lganlarni baxti bor. O'zining chin el bolasi demoqlikka haqqi bor. Sen tarbiya konisan, ta'limning makonisan, ilmning chirog'isan. O'zbek tili so'zga boy, sizga ayon hoynahoy. Bu tilda so'zlaganda bulbullar qilar xanda. Men shu tilda so'zlayman va shu tilda kuylayman. Navoiyning g'azali bu tilda xo'p manzali. Tilini sotganlarni, gunohga botganlarni bo'ldi deya havoyi, kechirmagan Navoiy. O'quvchim deb erkalab, qo'llarimdan yetaklab berdingiz bizga ta'lim, rahmat sizga muallim. Qo'limga yuztay sizga, qalbimdan nur atay sizga, taxt ravon
otashi ustozim sizdan, bu ilm, bu ziyo, maskanim nuri, barchasini yaratgan siz kabi ustoz. Endi tabriklash uchun so'z navbatini bitiruvchilarimizning birinchi sinf o'qituvchilariga beraman. Kullaganova Mukarram opa va Shomirzayeva Mavluda opalar. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli. Assalomu alaykum. Hurmatli. Mehnatini ayamagan, sharafli kasbni tanlagan aziz hamkasblarim. Mana shunday bolalarni voyaga yetkazib bergan ota-onalarga ishonib bergan bolalarni o'qimishli qilib, dono qilib, aqlli qilib bitirish arafasida turgan ekan. Bu sizlarning kasblaringga oliy darajali inomlar ato qilinsin. Aziz o'quvchilarim, qadrg'ochilarim, shu bitirib ketayotgan o'quvchilarga sog' salomatlik, omadlar tilayman. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Olinlari og'izmaylar. Allohim o'z panohida asrasin. Oq yo'l salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz mening qadrdon kasbdoshlarim, aziz o'quvchilar. Mana bugun men sizlarning oxirgi qo'ng'iroq bayrangizga kelgan ekanman. Mening birinchi o'quvchilarim, birinchi o'qituvchim deb taklif qilganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat deyman. Mana bugun siz qaldirg'och ekansizlar. Xudo xolasa kelajakda o'z mustaqil hayotingizga yo'l olasiz. Men sizlarni imtihonlarni a'lo baholar bilan topshirib, o'zingizning sevgan kasblaringizning a'zolari bo'lishiga tilakdosh bo'lib qolaman. Hamisha sog'ligingiz salomat bo'lsin. Hammangizga oq yo'l, aziz bolajonlarim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hamda hamkasblar. Mana bizning o'quvchilarimiz 11-sinfni bitirib, o'zlarini mustaqil hayotga qadam tashlaydi. Mening aziz o'quvchilarim, sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, har bir kasbni yaxshi egallab olishingizda zafarlar tilayman. Mustaqil hayotning mustaqil o'quvchilari, qadrg'ochlari. Mana shunday ekan, sizlarning hammalaringizga omad tilayman. Har biringiz bitta kasb egasi bo'lishingizga tilakdoshman. İlk bor qo'yganimda maktabga qaram, qo'limga tutqansingiz siypatdir qalam, har bir harfni birinma-birin o'rgatdingiz, har birin sirin. 3 yil o'qitdingiz bizlarni siz, sinfimiz o'g'il qizi 31 tadir, sizdan ming rozimiz, birinchi muallim. 1989-yil 1-sentyabr ilk to'y. Jajji qizaloq maktab sari yo'l olar ekan, ilk bor maktab ostonasiga qadam qo'yganda, uning sevimli birinchi ustozi Mukarrampam qarshi oldi. İlk bor qo'liga qalam tutqazib, ona so'zini o'rgatgan ham mehribon ustozi Mukarrampamdir. Men shu fursatdan foydalanib, Mukarrampamga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, saodat, hamisha ishlarda omad va rivoj tilayman. Biz kabi qaldirg'ochlarni doim parvoz ettirib yuraversin. Hayot ustoz bilan dars etadilar. Ilmsiz go'zalmas, saman yalang. Ilmsiz hayotni orzu qilsak, albatta oxiri xoli bo'larsan. Endi tabriklash uchun so'z navbatini 11-sinf rahbarlari Alimboyeva Gulchehra opa va Ismoilova Muqaddas opalarga beraman. Marhamat.
Assalomu alaykum aziz, mehribon, hamjihatlik bilan mehnat qilayotgan 7-maktab o'qituvchilar jamoasi. Bugun mustaqil hayotga yo'l qo'yayotgan bitiruvchi sinf o'g'il-qizlarim, mana shu yerda bilim olishni davom ettirayotgan, yangi yil oilamizning bosh farzandi bo'ladigan o'quvchilar, mana shu yerda farzandlari orqasidan gul-gul yonib, havas bilan qora ko'zlarini tikib turgan hurmatli ota-onalar, hurmatli Do'stlik mahallasining jamoasi. Mana bugun bizning maktabimizda har yilgidan ham yanada boshqacharoq katta bo'layotgan tantanani ishtirokchisi bo'lib turibmiz. Bugungi ishtirokchilarning sababchilari mana shu yerda turgan 60 nafar o'g'il-qizlarimizning mustaqil hayotga yo'l qo'yishidir. Aziz qadrlonlarim, bugungi mustaqil hayotga qadam qo'yishga tayyormisiz? Parvozingiz nihoyatda cho'qqilarga bo'lsin. Siz parvoz qiladigan osmonimiz doimo musaffo bo'lsin. Tilagan tilagingiz hamrohingiz bo'lsin. Alloh sizni yomon yo'ldan adashtirib, yaxshilikka yo'ldosh qilsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga hamisha tilakdoshmiz. Omad sizga yor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, aziz ustozlar, muallimlar hamda o'quvchilar. Mana bugun maktabimizda yana bitta katta bir shadiyona. Biz quyidagi bitiruvchilarni kuzatmoqdamiz. Hammamiz hayajondamiz. Avvalambor men bu bitiruvchilarga, bu yil sizlarga omad kelishini istar edim. Hammalaring sevimli biron bir kasbning egasi bo'lishni istar edim. Istardimki yana ota-onalaringning mendandir. Ozgina oqlay olsam, umid o'tilagingiz qarshingizda bosh egib, ta'zim qilmoq mendandir. Endi 9-sinf bitiruvchilari nomidan o'z qalb izhorlarini aytish uchun so'z navbatini Tursunqulova Lobarga beraman. Marhamat. Assalomu alaykum. Ushbu bolalikka xotima yasovchi, mustaqil hayotga undovchi, so'nggi qo'ng'iroq tantanasiga yig'ilgan aziz murabbiylar va aziz o'quvchilar. Mana biz ham 9 yil Jonajon maktabimizda o'qituvchilarimizdan bilim sirlarini o'rganib, mana bugun ba'zilarimiz maktab bitiruvchilari bo'lib turibmiz. Bizga saboq bergan barcha o'qituvchilarga kelgusi ishlarda o'qituvchilik kasblarda charchamasliklarini tilab qolamiz. Ilmni o'rgatdingiz siz, hayotni o'rgatdingiz siz, farzandlarga mehnat berib, to'g'ri yo'l ko'rsatdingiz siz. Ona kabi mehribon, siz mening ustozim, qalbimda mana ushbu bilayman dilda borim.
imkoniyat uyg'onishga beraman. Marhamat. A'lo darajalarni, a'lo baholarga tugatayotgan o'quvchilarimizdan 11-sinf bitirayotgan o'quvchilarimizdan Toshkent viloyati Olmaliq shahar 7-o'rta maktabining 11-sinf o'quvchisi Mo'minov Murod a'lo yutuqlari va namunali o'quv uchun maqtov yorlig'i bilan mukofotlanadi. Toshkent viloyati Olmaliq shahar 7-o'rta maktabining 11-sinf o'quvchisi Tursun va Sobira a'lo yutuqlari va namunali o'quv uchun maqtov yorlig'i bilan mukofotlanadi. Yana bir bor tabriklayman. Omad sizlarga yor bo'lsin. Salomat bo'linglar. Manzilingiz yiroq, yo'llar xilma-xil. Tanaffus kechar endi umringiz. Bolalikning qadri ortar yilma-yil. Hayot deganlari to'lg'ali dengiz. Ataylab olamga o't burkan jarzo. Gulga burkanadi bugun hamma yoq. Olis-olislardan kelar bir sado. Hademay chalinar so'nggi qo'ng'iroq. Aziz o'quvchilar, eng hayajonli, yuraklarni qabriqtiruvchi, ham ayanchli, ham quvonchli onlar yaqinlashmoqda. Kechagina sentabr tongida fan gulbog'lari baxtiyor avlodga ocharkan quchoq, jiringlab maktabning qo'ng'iroqlari, tolibi ilmlar boshlashar saboq deya sizni birinchi qo'ng'iroq bilan tabriklagan edik. Yaqindagina siz 1-sinfga o'qishga kelgan edingiz, aziz bitiruvchilar. Mana, oradan 11 yil ham o'tib ketdi. Bu yillar davomida sizning aqlingizga aql, bo'yingizga bo'y, ilmingizga ilm qo'shildim. Bugun siz uchun maktabdagi hayotingiz yakunidan ogoh etuvchi so'nggi qo'ng'iroq chalinadi. Bu qo'ng'iroq sizni katta, to'lg'ali mustaqil hayotga chorlaydi. Bu sharafli vazifani avvalchi jamoatchi bitiruvchi o'quvchimiz 11-sinf o'quvchisi Mo'minova Murodjonga beramiz hamda 1-sinf Jarchi 1-sinf o'quvchisi Ismoilova Madinalarga beramiz. Marhamat. Thank you.
Biz aziz ustozlarimizga o'zimizning sahnalashtirgan nomerimizni ijro etib beramiz. inson bo'la oling. Aziz bitiruvchilar, yillar o'tib siz ham ko'zlarda yosh, dilda allaqanday sevinch, so'qinch bilan bolalikni, maktab davringizda o'qib yurgan paytlaringizni, o'quvchilaringizni eslaysiz. Xullas, bolalikni sog'inasiz. Hozir bitiruvchilar uchun, faqat bitiruvchilar uchun demak musiqa yangraydi. Davraga faqat bitiruvchilarni taklif qilaman. Marhamat.
Hangisi sağlam böyle? Getirirler. Namizle barırlar. Buyurlar yine. Ben kara söyledim. Sen yapalım. İman değilse. Yapamaya. Oynayalım.
Orzu umidingiz etkali bajo sizni o'z bag'riga cho'llaydiganlar. Yulduzlar sizlar uchun nur sochar, hatto siz uchun sizni deb kuylaydiganlar.
mehnat, ilhom, ijod bo'lsin u hamdam. Vijdonsizlik tomirim qirqing muntazam. Omadingiz bersin, kelajak yarating. Buyuk davlat quring, dog'ruh tarating. Endi aziz o'quvchilar, bitiruvchilarimizni davlat imtihonlarini a'lo baholarga topshirib, kelajakda orzu qilgan kasblariga erishishlarini tilaklarini bildirgan holda ularni olqish sadolarimiz ostida kuzatib qo'ysak. Yakunlaymiz. Yozgi ta'tilni maroqli o'tkazib, yana jonajon maktabimiz quchog'iga qaytishingizga tilakdoshmiz. Bitiruvchilarga esa imtihonlarni a'lo baholarga topshirib, oliy o'quv yurtlariga kirishlariga tilakdoshmiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Baslar eshitmayapman, qani? Qani yo'qdinglar? Qani? O'rnida gitara chalardim, ko'chadim, kechdan bilmasdan. O'rnida seni sevar edim, sen qadrding, men o'sha paytda Bollar bilan yurardim, o'ng ortida sen ham yosh bo'lgansan, o'ng ortida faqat seni sevib deb o'g'lamagan men yangacha Kaya. To'xtab turinglar. To'xtanglar. Qo'ying. Hurmat. Assalomu alaykum. Bayramingiz bilan tabriklayman bayramlarga. Assalomu alaykum Hakim opa. Bayramingizlar. Assalamualaikum Dunyoning shodligini sizga tilaymiz. Dunyoning pokligini sizga tilaymiz. Dunyoda jamiki yaxshi niyat bor. Barisin sizga tilaymiz. Rahmat. Uyga kiringlar.
o'qinglar. Yaxshi o'qish bitirganlaringmi? O'qishlaring yaxshimi? Hammalaringni. Bayramlaring bilan tabriklamadim, xafa bo'lmaysizlar. Sizlarga hammalaringga kelajakda ulkan baxt tilayman. Baxtli bo'linglar. Har doim ota-onalaring bag'rida eson-sog' yuringlar. Yaxshi o'qishga kirib, yaxshi kasblar egallanglar. Hech qachon yerga qaramanglar. Rahmat kelganlaring uchun. Rahmat kelganlaring uchun yaxshi niyatlarim bor edi, borolmadim. Xafa bo'lmaysizlar. Mayli, rahmat. Chiqib yashanglar. Kiringlar uyga. Rahmat. Siz ham yaxshi ko'radingizlar. Kiringlar uyga. Sizga ham Xudo quvvat bersin. Ilohim bolalaringizni orzusini ko'ring. Yaxshi kunlarda uchrashaylik. Eson-omon endi bundan Xudo xolasa 5 yillikka uchrashimiz. O'sha kuni yig'laylik. Xudo xolasa, mayli. Rahmat sizga. Mana shunday o'quvchilarga yetkazib berganingiz uchun ham rahmat. Hozir o'zim ham hayajondaman. Nima qanaqa gaplar to'qib qo'ygandim. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik yuzim yerga qaratmadilar. Rahmat. Sizga rahmat. Kiringlar uyga. Rahmat sizga. Yuring, aylanib kelamiz. Aytma, shunday yaxshi ko'radim hammalaringiz. Oxirgi ko'ngillar bo'lsa kutgan. Xush kelibsizlar. Bo'pti. Kiyimlar aylanib qiziq qilmadilar. Kecha ham kutdim mana. Shunaqa aniqganda men Qahva borasizlar. endi hozir aylanishga borar ekanman. Birgalashamiz.